Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch xabar bilan bo'lishmoqchiman. Agar siz yoshingiz 15 va undan katta bo'lsa, yoki oilangizda shunday yoshdagi insonlar bo'lsa, unda ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Bu sizning kelajagingiz, qolaversa, yaqinlaringizning farovon hayotini ta'minlash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hozir aytadiganlarim menimcha barcha uchun hech bir istisnosiz muhim. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetib borsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Muammoning asosiy mohiyati bilasiz. Davlatimiz tomonidan keksa yoshdagi fuqarolarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga doim katta e'tibor qaratilgan. Ilgari bu ko'maklar asosan nafaqalar, moddiy yordam va ba'zi imtiyozlar orqali amalga oshirilardi. Misol uchun, siz ma'lum bir nafaqani olish uchun ariza topshirardingiz yoki uy-joy kommunal xizmatlari uchun belgilangan imtiyozlardan foydalanardingiz. Ammo hozirgi kunda vaziyat biroz o'zgardi va yangi, yanada qulay va keng qamrovli tizim joriy etildi. Avvallari har bir imtiyoz yoki yordam turi uchun alohida hujjat to'plash, turli idoralarga yugurish, uzun navbatlarda turish kabi qiyinchiliklar ko'p bo'lardi. Bu ayniqsa yoshi ulug' insonlarimiz uchun katta muammo edi. Misol uchun, shifokorga borish uchun bir hujjat, dori-darmon olish uchun boshqasi, transportda yurish uchun esa yana alohida tasdiqlovchi qog'oz talab qilinishi mumkin edi. Har bir imtiyozning o'z qoidalari, o'z muddati, o'z shartlari bor edi. Bu esa fuqarolarimizni ko'pincha turli chalkashliklarga duchor qilar edi. Ba'zan odamlar o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlar haqida umuman bilmasdilar ham. Ammo endi, hurmatli tomoshabinlar, vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz tomonidan keksalarga maxsus ijtimoiy himoya kartasi deb nomlangan yangi hujjat joriy etildi. Bu shunchaki bir qog'oz emas, balki keksa yoshdagi fuqarolarimiz hayotini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan kompleks yechimdir. Endi sizga ko'p eshiklarni taqillatishning, bir imtiyoz uchun bir joyga, boshqasi uchun boshqa joyga borishning hojati qolmaydi. Ushbu yagona karta orqali siz barcha tegishli imtiyozlar, xizmatlar va qo'llab-quvvatlash choralaridan samarali foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu tizim juda qulay va shaffof bo'lishi bilan birga, yoshi ulug' insonlarimizning qadr-qimmatini yanada oshirishga qaratilgan muhim qadamdir. Hozirgi kunda bu kartani rasmiylashtirish jarayoni juda soddalashtirilgan bo'lib, uning amal qilish muddati cheklanganligi sababli. Ayniqsa, imtiyozlarning birinchi to'lqini uchun hoziroq murojaat qilish juda muhimdir. Agar siz buni kechiktirsangiz, ba'zi muhim imtiyozlardan, masalan, sog'liqni saqlash sohasidagi maxsus chegirmalar yoki ma'lum bir miqdordagi moddiy yordamdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu aynan nima uchun bu karta bugun siz uchun juda dolzarb ekanligini anglatadi. Batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak? Kim xavotir olsin, kim olmasin. Keksalarga maxsus ijtimoiy himoya kartasi siz uchun juda ko'plab eshiklarni ochadi. Bu karta sizga nafaqat moddiy jihatdan yordam beradi, balki kundalik hayotingizni ham ancha yengillashtiradi. Keling, uning asosiy afzalliklari, kimlarga mo'ljallanganligi va kimlarga esa bu borada tashvishlanishga hojat yo'qligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, bu karta nima uchun kerak? U sizga quyidagilarni taqdim etadi. Sog'liqni saqlash tizimida imtiyozlar, davlat tibbiyot muassasalari navbatdan tashqari xizmat ko'rsatish, dori-darmonlarga maxsus chegirmalar, profilaktika tibbiy ko'riklarga bepul kirish. 2. Transportda chegirmalar, jamoat transportidan foydalanishda avtobus, metro, tramvay ma'lum 1% chegirma. Ba'zi viloyatlar va marshrutlarda ham imtiyozlar nazarda tutilgan. 3. Madaniy ma'rifiy tadbirlarga kirish, muzeylar, teatrlar, ko'rgazmalarga bepul yoki katta chegirmalar bilan kirish imkoniyati. 4. Kommunal xizmatlar uchun imtiyozlar, ma'lum miqdordagi elektr energiyasi, gaz, suv uchun chegirmalar. 5. Moddiy yordam. Favqulodda vaziyatlarda yoki og'ir kasalliklarda bir martalik moddiy yordam olish imkoniyati. Kim ushbu kartani olish kerak? Asosiy mezon videoning nomida ham aytib o'tganimizdek, 35 yosh va undan katta bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolaridir. Ammo bu har bir 35 yoshli shaxs avtomatik tarzda ushbu kartani olishini anglatmaydi. Muayyan qo'shimcha shartlar mavjud, doimiy yashash joyiga ega bo'lish. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida doimiy ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz shart. Vaqtinchalik ro'yxatda turgan yoki chet elda doimiy yashovchi fuqarolar uchun alohida tartiblar belgilanishi mumkin. Daromad darajasi.
Ushbu karta asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj, ya'ni daromadi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lgan fuqarolarimizga beriladi. Bu degani, agar sizning nafaqangiz yoki boshqa daromadingiz ma'lum bir chegaradan yuqori bo'lsa, siz ushbu kartani ola olmasligingiz mumkin. Biroq bu har doim ham shunday emas. Ba'zi hollarda daromad cheklovlari kamaytirilishi yoki bekor qilinishi ham mumkin. Aynan shu sababli ham arizani topshirib ko'rish har doim foydalidir. Keling, bir nechta real misollar bilan vaziyatni yanada aniqlashtiraylik. Birinchi misol. Oysha aya 6 yosh. Oysha aya 6 yoshda uzoq yillar maktabda o'qituvchilik qilib, hozirda oddiy nafaqada. Nafaqasi 1.700.000 so'm atrofida. Yolg'iz yashaydi, farzandlari chet elda. Uning har oylik xarajatlari asosan kommunal to'lovlar, dori-darmon va oziq-ovqatdan iborat. Oysha aya uchun bu keksalarga maxsus ijtimoiy himoya kartasi juda muhim. U ushbu karta orqali har oy kommunal to'lovlardan 1.000 so'm atrofida chegirma olishi mumkin. Shuningdek, uning doimiy ichadigan yurak dori-darmonlariga dorixonalarda 25-20% chegirma taqdim etiladi. Bu esa har oy yana 3-4 so'm tejash imkonini beradi. Bundan tashqari, u yiliga 2 marta bepul umumiy tibbiy ko'rikdan o'tish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa unga sog'lig'ini nazorat qilib borishga yordam beradi. Jamoat transportidan foydalanishda ham oyga taxminan 20.000 so'm atrofida chegirma oladi. Umuman olganda, Oysha aya har oy kamida 1-2 ming so'm atrofida mablag'ni tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu uning umumiy nafaqasiga sezilarli qo'shimcha hisoblanadi. Shunday vaziyatdagi insonlar uchun bu kartani darhol rasmiylashtirish shart. Ikkinchi misol. Mirzajon bobo va Xadicha buvi ikkalasi ham 70 yoshda. Ular birgalikda yashaydi. 2 nafar farzandi bor. Ular bilan bir hovlida istiqomat qilishadi. Mirzajon boboning nafaqasi 1.900.000 so'm, Xadicha buvining nafaqasi esa 1.600.000 so'm. Ularning umumiy oilaviy daromadi 3.500.000 so'mga yaqin. Farzandlari ham moddiy jihatdan ancha yaxshi ta'minlangan. Bunday holatda ularning har ikkalasi ham 65 yoshdan oshgan bo'lishiga qaramay, ularning umumiy oilaviy daromadi belgilangan me'yordan yuqori bo'lganligi sababli ular keksalarga maxsus ijtimoiy himoya kartasini olish huquqiga ega bo'lmasliklari mumkin. Garchi ular ba'zi imtiyozlardan, masalan, tibbiy ko'riklar bo'yicha umuman mahrum bo'lmasalarda, ushbu karta taqdim etadigan keng qamrovli moddiy imtiyozlardan foydalana olmaydilar. Shunga qaramay, ular ham ariza topshirib ko'rishlari mumkin. Chunki daromad mezonlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi yoki hududiy jihatdan farq qilishi mumkin. Bu juda muhim nuans. Uchinchi misol, Qobiljon aka 65 yoshda. Qobiljon aka yaqinda chet eldan O'zbekistonga qaytib kelgan. Uzoq yillar chet elda ishlagan va o'sha yerda nafaqa olgan. Hozirda O'zbekistonda doimiy ro'yxatdan o'tgan, lekin uning O'zbekistonda rasmiy nafaqasi yo'q va daromadi ham past. U 65 yoshga to'lganiga qaramay, uning nafaqa bilan bog'liq staji O'zbekistonda yetarli emas. Ammo u ushbu karta uchun ariza berishi mumkin va katta ehtimol bilan oladi. Chunki uning daromadi past va ijtimoiy himoyaga muhtoj. Bu karta unga O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga tezroq moslashishga yordam beradi. U tibbiy xizmatlardan foydalanishda, transportda va ba'zi moddiy yordam olishda katta yordamga ega bo'ladi. Uning uchun bu karta yangi hayotida muhim tayanch bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, nafaqa olishingiz shart emas, balki yosh va daromad holati asosiy mezon bo'lishi mumkin. Kim xavotir olmasin. Agar sizning daromadingiz, nafaqa va boshqa manbalar har oy belgilangan me'yordan ancha yuqori bo'lsa, yoki siz oilangizda farzandlaringiz tomonidan to'liq moddiy ta'minlangan bo'lsangiz va siz o'zingizni ijtimoiy himoyaga muhtoj deb hisoblamasangiz, ehtimol bu karta sizga berilmasligi mumkin. Lekin shunga qaramay, har bir vaziyat individualdir va yuqorida aytilgandek daromad chegaralari o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Eng aniq ma'lumotni olish uchun har doim ariza topshirib ko'rish eng to'g'ri yo'ldir. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nüanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi, keksalarga maxsus ijtimoiy himoya kartasi tizimida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq nüanslar mavjud. Ushbu qismda aynan shular haqida so'z yuritaman. Chunki bu ma'lumotlar sizga kartani muammosiz olish va undan samarali foydalanish uchun yordam beradi. Istisnolar, yosh cheklovi bilan bog'liq holatlar. Agar siz hozirda 64 yoshda bo'lsangiz va yaqin orada 65 yoshga to'layotgan bo'lsangiz, siz hali bu kartaga ariza bera olmaysiz. Ariza topshirish uchun 65 yoshga to'lishingizni kutishingiz kerak. Biroq shuni unutmangki,
tug'ilgan kuningizdan keyin darhol murojaat qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Chunki ba'zi imtiyozlar ariza berilgan sandan boshlab hisoblanishi mumkin. Ba'zi hollarda agar sizning 60 yoshga to'lishingizga 2 oy qolgan bo'lsa, ayrim hududiy davlat xizmatlari markazlari maslahat berishlari va hujjatlarni tayyorlashda yordam berishlari mumkin. Lekin rasmiy ariza faqat 65 yoshdan keyin qabul qilinadi. 2. Nogironligi bor fuqarolar. Agar siz 65 yoshdan oshgan nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, siz allaqachon boshqa maxsus imtiyozlar va yordam turlaridan foydalanayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu karta siz uchun qo'shimcha imtiyozlarni taqdim etishi mumkin. Ammo bu sizning avvalgi imtiyozlaringizni bekor qilmaydi. Aksincha, u mavjud imtiyozlarni to'ldirishi yoki yangi imkoniyatlar ochishi mumkin. Ba'zi hollarda agar siz allaqachon juda keng qamrovli ijtimoiy himoyada bo'lsangiz, bu kartaning qo'shimcha foydasi unchalik sezilmasligi mumkin. Lekin baribir ariza topshirib ko'rish qaysi imtiyozlar sizga ko'proq mos kelishini aniqlash uchun foydali bo'ladi. Ba'zan ushbu karta orqali nogironligi bor keksa yoshdagi fuqarolarimizga, masalan, reabilitatsiya vositalarini olishda qo'shimcha chegirmalar yoki sanatoriy kurort davolanishlariga murojaat qilish imkoniyati berilishi mumkin. Tuzoqlar va ulardan qochish yo'llari. 1. Hujjatlarning noto'g'ri to'plami. Eng keng tarqalgan xato arizaga noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlarni ilova qilishdir. Bu arizani ko'rib chiqish muddatini uzaytiradi yoki rad etilishiga olib kelishi mumkin. Har doim kerakli hujjatlar ro'yxatini 2 marta tekshiring va ularning barchasi amal qilish muddatiga ega ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar sizda biror hujjat bo'lmasa, uni qayerdan olish kerakligini oldindan aniqlashtiring. Masalan, daromad to'g'risidagi ma'lumotnomani ba'zan nafaqa fondidan emas, balki bankdan yoki boshqa joydan olishga urinishlar bo'ladi. Bunday xatolarga yo'l qo'ymang. 2. Ma'lumotlardagi xatolar arizani to'ldirishda. Ayniqsa shaxsiy ma'lumotlar, manzil va aloqa raqamlarida xato qilish ehtimoli mavjud. Hatto kichik xato ham, masalan, familiyangizdagi bir harfning noto'g'ri yozilishi arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Arizani to'ldirayotganingizda diqqatli bo'ling. Barcha ma'lumotlarni ehtiyotkorlik bilan tekshiring. Agar yozishda qiynalsangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markazi xodimiga to'g'ri to'ldirishda yordam berishini so'rang. Ular sizga bu borada majburan yordam berishlari kerak. 3. Muddati o'tgan hujjatlar. Ba'zi hujjatlarning, masalan, tibbiy ma'lumotnomalar yoki guvohnomalarning amal qilish muddati bo'ladi. Agar siz topshirgan hujjatlarning muddati o'tgan bo'lsa, arizangiz qabul qilinmaydi. Shuning uchun arizani topshirishdan oldin barcha hujjatlarning aktual va amalda ekanligini tekshirish muhimdir. Noaniq nyanslar, boshqa imtiyozlar bilan o'zaro aloqa. Keksalarga maxsus ijtimoiy himoya kartasi siz oladigan boshqa imtiyozlar yoki nafaqalar bilan qanday o'zaro aloqada bo'ladi? Ushbu karta qoida tariqasida mavjud imtiyozlarni bekor qilmaydi, balki ularni to'ldiradi. Ba'zi hollarda bir xil turdagi imtiyoz uchun 2 marta foydalanishga yo'l qo'yilmasligi mumkin. Masalan, agar siz transportda allaqachon 100 pundlik bepul harakatlanish imtiyoziga ega bo'lsangiz, karta sizga transport uchun qo'shimcha chegirma bermaydi. Shuning uchun ariza berishdan oldin sizga tegishli barcha imtiyozlar ro'yxatini ko'rib chiqing va ushbu kartadan qanday qo'shimcha foyda olishingizni aniqlashtiring. Bu kartaning afzalligi shundaki, u ko'pincha turli idoralardagi imtiyozlarni bir joyga jamlaydi. 2. Kartani yangilash jarayoni. Bu karta bir marta berilib, umrbod amal qilmaydi. Uning ma'lum bir amal qilish muddati bo'ladi. Masalan, 1 yil yoki 30 yil. Muddati tugagandan so'ng siz uni yangilashingiz kerak bo'ladi. Yangilash jarayoni odatda dastlabki arizani topshirishdan ko'ra soddaroq bo'ladi, lekin uning muddatini o'tkazib yubormaslik juda muhimdir. Yangilash muddatini oldindan bilib oling va uni eslatib turuvchi eslatmalarni telefoningizga o'rnatib qo'ying yoki yaqinlaringizga xabar bering. Muddat o'tgan karta bilan imtiyozlardan foydalana olmaysiz. Manzil o'zgarganda. Agar siz karta olgandan keyin doimiy yashash manzilingizni o'zgartirsangiz, bu haqda tegishli davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Ba'zi imtiyozlar hududiy xususiyatga ega bo'lishi mumkin va yangi manzilingizga mos ravishda qayta rasmiylashtirilishi talab etilishi mumkin. Aks holda siz ma'lum bir hududda mavjud bo'lgan imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz yoki ulardan noto'g'ri foydalanib qo'yishingiz mumkin. Bu ayniqsa kommunal xizmatlar uchun chegirmalarda muhimdir. 4. Onlayn arizalar.
Hozirda ko'plab xizmatlar onlayn tarzda ko'rsatilmoqda. Keksalarga maxsus ijtimoiy himoya kartasi uchun ham elektron ariza topshirish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Agar sizda internetdan foydalanish ko'nikmalari bo'lmasa yoki kompyuter savodxonligingiz yetarli bo'lmasa, bu borada yaqinlaringizdan yoki maxsus elektron hukumat markazlaridan yordam so'rashingiz mumkin. Onlayn ariza topshirish qulayroq va tezroq bo'lishi mumkin. Lekin u ham o'ziga yarasha diqqat talab qiladi. Shuning uchun bu borada yordamchining nazorati ostida bo'lish maqsadga muvofiqdir. Bularni bilish sizni ko'plab keraksiz muammolardan qutqaradi va keksalarga maxsus ijtimoiy himoya kartasidan to'liq foydalanish imkonini beradi. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi esa hurmatli tomoshabinlar, eng muhim qismga o'tamiz. Aniq harakatlar rejasi. Siz ushbu keksalarga maxsus ijtimoiy himoya kartasini olish uchun nima qilishingiz kerak? Qayerga borish, qanday hujjatlar to'plash va nimalarni yozish kerak? Barcha jarayonni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, huquqingizni tekshiring avvalambor. Siz ushbu kartani olishga haqligingizni tekshirishingiz kerak. Yuqorida aytib o'tilganidek, asosiy mezonlar 61 yoshdan oshganlik va ijtimoiy himoyaga muhtojlik, daromad darajasidir. O'zingizning yoshingizni aniqlang. Pasportiga tug'ilgan sana muhim. Daromad darajangizni hisoblang. Bu sizning nafaqangiz. Agar mavjud bo'lsa, boshqa ijtimoiy to'lovlar va sizga berilayotgan boshqa moddiy yordamni agar u rasmiy qayd etilgan bo'lsa, o'z ichiga oladi. Agar oilangiz bilan birga yashasangiz, birgalikdagi daromad ham hisobga olinishi mumkin. Bu borada aniq mezonlarni bilish uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga eng so'nggi va aniq ma'lumotni taqdim etishadi. Ikkinchi qadam. Kerakli hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim qadam hisoblanadi. Hujjatlarning to'liq va tartibli bo'lishi ariza jarayonining tez va muammosiz o'tishini ta'minlaydi. Quyidagi hujjatlar ro'yxati standart hisoblanadi. Lekin ba'zi hollarda qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkinligini yodda tuting. 1. Pasport yoki ID karta asl nusxasi va nusxasi. Pasportingizning amal qilish muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar ID kartangiz bo'lsa, u ham qabul qilinadi. 2. Nafaqa guvohnomasi. Agar nafaqa olsangiz, uning asli va nusxasi. Unda nafaqa turi, miqdori va berilgan sana ko'rsatilgan bo'ladi. 3. Doimiy yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ushbu ma'lumotnoma sizning yashash joyingizdagi fuqarolar yig'inidan mahalla qo'mitasi olinadi. Ba'zan DXM tizimi orqali avtomatik ravishda tekshirilishi ham mumkin, ammo qo'ldan mavjudligi zarar qilmaydi. 4. Daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma. Oxirgi 12 oy davomidagi daromadlaringiz haqida ma'lumotnoma. Bu sizning nafaqa fondidan, ish joyingizdan, agar ishlayotgan bo'lsangiz yoki boshqa rasmiy daromad manbalaridan olinadi. Agar sizda boshqa hech qanday daromad manbai bo'lmasa, bu haqda ariza shaklida ko'rsatishingiz lozim. Agar bank kartangizga muntazam pul tushib tursa, bankdan shu haqda ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. 5. O'chirki o'tesimi hajmdagi fotosurat. Oq fonda so'nggi 6 oy ichida olingan 2-3 dona fotosurat talab qilinishi mumkin. Bu kartaga joylashtiriladi. 6. Tibbiy ma'lumotnoma ba'zan talab qilinadi. Agar sizning sog'lig'ingiz bilan bog'liq maxsus holatlar mavjud bo'lsa, masalan, nogironlik guvohnomasi yoki surunkali kasalliklar haqida ma'lumotnoma. Bu barcha hollarda ham shart emas, lekin ayrim imtiyozlar uchun qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat bo'lishi mumkin. 7. Oilaviy ahvol to'g'risidagi ma'lumotnoma. Mahalla qo'mitasidan olinadi. Bu sizning oilaviy tarkibingiz, kimlar bilan birga yashayotganingiz haqida ma'lumot beradi. Bu ham daromad darajasini bog'lashda muhim ahamiyatga ega. 3-qadam. Arizani topshirish joyi va tartibi hujjatlar to'plami tayyor bo'lgach, siz arizani quyidagi joylarga topshirishingiz mumkin. 1. Davlat xizmatlari markazlari DXM bu eng qulay va keng tarqalgan usuldir. Har bir tuman va shaharda DXM filiallari mavjud. Siz o'zingizga yaqin bo'lgan DXMga borib, keksalarga maxsus ijtimoiy himoya kartasini rasmiylashtirish uchun ariza berishingiz mumkin. DXM xodimlari sizga ariza shaklini to'ldirishda yordam beradi. Hujjatlaringizni skanerlab oladi va elektron tizimga kiritadi. Ular sizga murojaat raqamini berishadi. Bu orqali siz arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. 2. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YDXP MyPodJacobus. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati va elektron raqamli imzo eri mavjud bo'lsa, siz arizani onlayn tarzda ham topshirishingiz mumkin. Bu juda qulay usul. Chunki uyingizdan chiqmasdan turib barcha jarayonni amalga oshirish mumkin. Ammo
Agar siz ushbu portal bilan ishlashga qiynalsangiz, yuqorida aytilgan DXM ga murojaat qilish afzalroq. 3. Mahalla qo'mitasi ba'zi hududlarda, ayniqsa chekka joylarda mahalla qo'mitalari ham ushbu ariza jarayonida yordam berishi mumkin. Ular DXM yoki pensiya jamg'armasi bilan hamkorlikda harakat qilishadi va sizga hujjatlarni to'plashda yoki arizani to'ldirishda amaliy yordam ko'rsatishlari mumkin. 4-qadam. Arizani to'ldirish va jarayonni kuzatish. Arizani to'ldirish. DXM xodimi yoki sizning yordamchingiz arizani to'ldirishda yordam beradi. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, daromad darajangiz, oilaviy ahvolingiz va talab qilayotgan imtiyozlaringiz haqida ma'lumotlar ko'rsatiladi. Har bir bandni diqqat bilan o'qib chiqing va to'g'ri ma'lumot kiritilganiga ishonch hosil qiling. Tasdiqlash arizani to'ldirgandan so'ng siz uni imzolashingiz kerak bo'ladi. Bu sizning berilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlashingizni anglatadi. Murojaat raqamini oling. Sizga murojaat raqami, xizmat ko'rsatish raqami beriladi. Ushbu raqamni saqlab qo'ying. Chunki u orqali siz arizangizning ko'rib chiqilish holatini DXM portalida yoki telefon orqali bilib olishingiz mumkin. Ko'rib chiqish muddati. Arizani ko'rib chiqish muddati odatda 15 ish kunidan 30 ish kunigacha davom etishi mumkin. Bu muddat davomida tegishli idoralar sizning ma'lumotlaringizni tekshiradi, daromadingizni tahlil qiladi va sizning ijtimoiy himoyaga muhtojligingizni aniqlaydi. Natija: ko'rib chiqish natijasida sizga karta berilishi yoki ariza rad etilishi mumkin. Agar ariza rad etilsa, rad etish sababi yozma ravishda ko'rsatiladi. Siz rad etish sababini bartaraf etib, qayta ariza topshirishingiz mumkin. Maslahatlar: sabrli bo'ling. Ba'zan jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Sabrli bo'ling va arizangizning holatini muntazam ravishda tekshirib turing. Savol berishdan tortinmang. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa, DXM xodimlaridan yoki pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan savol berishdan tortinmang. Ular sizga yordam berish uchun shu yerda. Yaqinlaringizdan yordam so'rang. Agar sizning sog'ligingiz yoki jismoniy holatingiz arizani topshirishga imkon bermasa, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki boshqa yaqinlaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Ularga videoni ko'rsating. Ular sizga albatta ko'mak beradi. Xulosa shunday qilib, aziz tomoshabinlar, bugungi videomizda 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun juda muhim bo'lgan keksalarga maxsus ijtimoiy himoya kartasi haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu shunchaki bir hujjat emas, balki sizning hayotingizni yengillashtirishga, farovonligingizni oshirishga qaratilgan amaliy yordamdir. Uning yordamida siz ko'plab imtiyozlar va qo'llab-quvvatlash choralaridan samarali foydalanishingiz mumkin. Bu kartani rasmiylashtirish jarayoni hozirda ancha soddalashtirilgan, ammo muddatlar cheklanganligi sababli har bir daqiqa qadrli. Iltimos, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. O'zingiz uchun yoki oilangizdagi 61 yoshdan oshgan yaqinlaringiz uchun hoziroq ariza topshiring. Kerakli hujjatlarni to'plashni boshlang va yaqin oradagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Umid qilamanki, ushbu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Bu video haqida nima deb o'ylaysiz? Bunday kartaning joriy etilishi sizningcha qanchalik muhim? Fikrlaringiz biz uchun juda qadrli. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelgusida ham siz uchun xuddi shunday muhim va dolzarb ma'lumotlar bilan bo'lishda davom etamiz. O'zingizni asrang va doimo sog' bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha